Mana bu bizani застройщик tomonidan berilgan planirovkamiz. Ingichka koridorli, bu yoqda zal joylashtirishgan, o'rtada spalni o'ylashgan. Biz bu umuman bo'lmaydi. Buni birinchi bo'lib buzib tashlashdan boshlaymiz, devorlarni. Nesushi devorimiz qoladi, qolgan hammasini olib tashlaymiz. Hop, sanuzlarni ham olamiz. Rigullarni video davomida ko'rsatdim, uni bilasizlar qattarligini. Hop, hamma devorni buzib tashladik. Xona pustoy bo'ldi. Endi xona pustoy bo'lgandan keyin birinchi qiladigan ishimiz xonalarni endi перегородкаларni bo'lib olamiz. Hop, buni birinchi bo'lib o'ng tomonga deylik zal joylashtiramiz. Чтобы uyga mehmon kelganda mana shu yerdan kelib ichkariga kirib o'tirmaydi, mana shu o'zidan o'tirib gaplashadi, qaytib ketishadi. Hop, o'rtaga oshxonani joylashtiramiz. Oxirga spalni joylashtiramiz. Hop, bu yoqqa spalni. Pastga detskini joylashtirsak bo'ladi. Detski kerak, yosh oila bo'lgan uchun. Bu yoqqa sanuzel, unitazi, bu yoqda dushi, bu yoqqa prachniy. Prachniy ham juda kerakli xona. Ko'pchilik buni pensiyaga chiqazib yuboradi. Lekin ancha dom uchun kerakli xona. Karyerasini qilish kerak bu. Hop, birinchi variantimiz shunaqa. Lekin buni minus tarafi oshxonamiz, mana bu рабочий zona juda ham kichkina bo'lib qolgan. Shuning uchun yangi bitta boshqa variant qilishga harakat qilamiz. Ikkinchi variantda oshxonani uzunroq qilamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Mana bu yerga oshxonani ko'chiramiz. Bu yoqqa oshxonani ko'chiramiz. Eshigi sal suriladi. Hop, o'rtaga zalni ko'chiramiz. Zal jumamda devor taqaldi. Bu yoqqa bitta deyman, bitta televizionni. Spalnini oxiriga qo'yamiz, lekin 70 kvadrat uchun spalnini qarab turinglar. 70 kvadrat uchun mana bu yerda spalnini ichidan o'tadigan alohida sanuzeli bu yog'ida alohida yana общий hamma foydalanish uchun dush unitas sanuzel. Bu yoqqa detskiy bilan mana bu yerda prachniy zonasini bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Shkaf ichida kir mashinasi bo'ladi. Hop, ikkinchi variantimiz mana shunaqa holatda bo'lyapti. Lekin buni minus tarafi oshxona, mana bu oshxona shaxta mamta bo'lgan hisobiga buni kanalizatsiyasini bundoq qilib olib kelish uchun pol ancha ko'tarilib ketadi. Shuning uchun yana bitta boshqa variant qilib ko'ramiz. Keyingi variantimizda bu yoqqa yana zalni joylashtiramiz. Birinchi variantdagi. Hop, mana bu o'rtaga spalni joylashtiramiz. Kirgandan o'ng tomonda garderobi o'zini. Oxiriga shaxta bu yoqda bo'lgan hisobiga oshxonani joylashtiramiz. Hop, pastda bo'lsa oshxonadan prachniy o'tib ketyapti. Mana bu sanuzel qo'yapti joyda, detskiy qo'yapti, qolgan mana bu shkaf ichida qo'yapti hamma narsasi. Bu yerda faqat xona almashdi. Hop, mana bu uchinchi variantimiz. Mana shu holatda bo'lyapti, lekin buni minus tarafi ingichka koridor bo'lib qolyapti. Ingichka uzun koridor bo'lganning hisobiga bundoq kirganda как будто eshiklarning showroomiga kirgandek bo'lib, hamma yoq eshik bo'lib o'tadi. Shuning uchun bu variantdan ham yaxshiroq qilish uchun yana bitta variant qilib ko'ramiz boshqa. Hop, keyingi variantda buni ham boshlaymiz. Hop, bu yoqqa spalni joylashtirganmiz. Kirishdan o'ng tarafga. Hop, undan keyingi xonaga oshxona bilan zalni bitta qilib living room qo'yamiz. Pastki tarafiga sanuzel, shaxta bu yoqda bo'lgan hisobiga. O'rtaga detskiy, bu yoqqa prachniy. Mana bu shkafni olib tashlaymiz shunda. Mana ham orasiga o'tib ketyapti prachniy. Bunda уже ancha katta ko'rinadi xona. Chunki mana bu yerda katta pomeshcheniya bo'lgan hisobiga уже kirganda mana bu alohida kattaroq bo'lib ko'rinadi. Hop, plus tarafi buni yana mana bu yerda раздвижной eshik bor. Uni ochib qo'yganda вообще katta bo'lib ko'rinadi. Hop, bu variantimiz bor, lekin bu variantda minus tarafi detskiyda oyna yo'q, tabiiy nur tushmaydi. Tabiiy nur tushmagan hisobiga ancha minus. Buni ham chopamiz bu variantda. Keyingi variantda nima qilamiz? Detskiyga svet kirish uchun detskiyni mana tepaga olib o'tamiz. Hop, o'ng tarafga spalnini olib o'tamiz.
Bu yoqqa oshxonani qoldiramiz. Buni pastiga shu living roomni bunaqasiga uzunchoq qilib joylashtiramiz. Bu yoqqa o'rtaga sanuzelni joylashtiramiz, bu yoqqa prashni. Ana o'shanda hamma yoqqa tabiiy quyosh nuri kiradi living roomimiz ham katta bo'ladi. Xo'p, bundan ham yaxshi variant qilish uchun bunda bitta minus taraf, hamma yog'i yaxshi, proporsiyasi yaxshi-ku, lekin buni minus tarafi kirganda mana bu oshxonadan chiqayotgan odam через zal chiqadi. Zalda bu kim o'tirgan bo'lsa, oldindan o'tib ko'rinib chiqishga majbur bo'ladi. O'shaning uchun mana shu zal bilan oshxonani o'rnini almashtirganimiz yaxshi. Oshxonada обязательно остров kerak, рабочий zona bo'lish uchun. Eng yaxshi variantimiz hozir zalni tepaga olib o'tamiz deb pastda ostrovli рабочий zona katta oshxona qilamiz. Qolgan xonalar shunday eski holatidagi turadi. Mana o'shanda 70 kvadratli joy uchun bitta spalni, bitta детский, ikkalasida ham balkoni bor, oynasi bor. Mana bitta zal, bu yoqda kirganda oshxona. Oshxona ham ko'rinmaydi, раздвижной eshik bo'ladi. Ostrov ham bor. 70 kvadrat joy uchun prям idealniy planirovka bo'ldi. Nice. Ana endi sizlarga hozirgi chizgan narsamizni 3D holatida ko'rsataman. Mana bu kvartiramiz. Потолок, натяжной потолок bo'ladi. Mana bu натяжной потолок chastimiz. Buni olib turamiz. Hop, mana oshxonasi, bu yoqda TV zonasi. Boya ko'rsatganimdagi bundoq xona bo'linyapti. Bu yoqda детский, bu yoqda mana spalni, 3D da уже ancha tushunarliroq bo'ladi. Bu yoqda prashni, bu yoqda sanuzel. Hop, bu yoqda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa mana bitimizdan shaxt o'tgan. Bu shaxtdaniki. Hop, mana shundan turib o'tgan, mana shundan kanalizatsiya ketadi. Men odatda kanalizatsiyani ham chizib olaman. Mana bunaqa turba qilib chizib olaman odatda. Mana bu shaxtamizning turbasi. Hozir buni ushlayman. Ko'ryapsizlar, mana bundan shaxta turbasi bundan chiqqan bo'lsa, orqasidan turib bundoq aylanib ketadi. Bu 90 emas, 45 gradusli bo'ladi. Joyida po'lat o't bilan qilinadi. Bundoq ketib, mamutgacha 3 sm uklon bo'ladi. Mana bu yoqdan bu yoqqacha 3 sm uklon bo'ladi. Bunaqasiga mana devorni ichidan ketadi. Devorni olib turib ko'rsataman hozir. Hop, mana bunaqasiga mana devorimizni ichidan ketadi. Mana ham shaxtamiz bo'lsa, bunda orqasidan aylanib turib, kolonnaning oldidan o'tib turib, mamutimiz tekis bo'ladi balkim. Mana bunda bo'ladi. Hozir mana. Hop, mamutda devor ichidan o'tadi, tekis o'tib turib, devor yarmigacha o'yladi, gazoblok. Mamutda devordan keyin mamutda chiqadi. Bundan chiqib bu yoqqa unitaziga ulanadi mana. Bu yoqda ham 2 sm uklon bor. Ana o'shanda mana bitta unitazimiz ulangan bo'ladi mana bitta. Ko'ryapsizlar, ketyapti. Mana bitta ichidan bitta traynik chiqib turib, elitali bunga sliv ketadi. Bunaqasiga mana elitali turbamiz yana dalish betdan ketib turib, bu yoqqa rak bunaqaga umvalnikka bunaqasi kirmoshinaga, bu ham devor ichidan ketadi mana. Buni ushlaymiz, devorni ushlaymiz. Buni olib qo'yganda mana bu yoqdan 100 tali chiqyapti. Bu yoqdan umvalnikka 50 tali chiqyapti. Bu yoqdan kirmoshinaga mana 50 tali chiqyapti. Bu hammasi mana devor ichidan ketyapti. Hammasi uruyin bo'lib, mashina ichidan bunday ketadi. Agar biz mamutdan tekis buni to'g'ri qilganimizda yutqizib qo'yardi, chunki stashkamiz baland bo'lib ko'tarilib ketishi kerak bo'ladi. Agar stashkani tagida qilganimizda, o'shaning uchun biz devorni ichidan qildik. Bu yoqdan qilganimizda turbani o'zi 100 tali, undan tashqari to'pli polis stashkalarimiz yana 10 sm, уже 20 sm ketyapti. Ukloni bilan qo'shsak, 25-26 sm ko'tarishimiz kerak bo'lardi bunday tekis qilganimizda. O'shaning uchun devorni ichidan olib ketyapmiz, stashkani ustidan devor ichidan ketkazyapmiz, o'shanda yutyapmiz. O'shanda to'g'ri kanalizatsiya tizim qilingan bo'ladi. Qolgan xonalarni ham bunday ko'rsatib qo'yaman. Kollektorimiz xudo xolasa mana bu yerda bo'lyapti. Mana ochiladigan joyi bor, stik ko'rinyapti. Mana bu yerda ochiladi. Ichida mana installyatsiya orqasidan turba ketib turib, mana bu yerda kollektor bo'ladi. Bu yoqda mana bu GLP'larni qo'yishga mana nisha qilib ketganmiz. Mana bizda bunaqa emas, narujniy chiqqan turba bo'ladi. Bu yerda skritda ko'rsatganman, bu qimmatroq ekan sal.
bundoq chiqqan variantda bo'ladi. Lekin xudo xohlasa mana bu kafilimiz terazo deyiladi, mana shundan qo'yamiz qaymoq rangida. Shuna kirganda o'ng tomonda spalni, chap tomonda prachniy bo'ladi. Hozir mana bo'lib chiqamiz. Boya aytganimdagi mana chiziq chizilgan. Bu yerdan 15 sm, bundan qochadi, devor ketadi. Hozir mana bu devorni kanalizatsiyaga buzyapmiz. Mana bu sanuzurligi, mana bu ketgan, qalamda chizilgan. Bu yoq detski, mana bu devor bundoq ketyapti. Mana bu kanalizatsiyani urovini. Mana bu yerda bundoq ketgan. 1 metrga 2 sm qilib, mana bu yerdan bundoq qayrilib bu yoqqa chiqadi. Mana bu yerda o'sha dushimiz bo'ladi. Mana bu yerda dush, mana bu yerda unitas. Mana bu yerda devor mana. Bundoq ketyapti. Turbamiz ham bundan chiqadi. Mana. Mana bu yerda oshxonamiz, mana bu shaxta. Mana bu sushi, mana bu yerda detskiyimiz bo'ladi. Shu boya ko'rsatgan mana bu yerdan bundoq to'g'ri devor keladi. Mana bu yopilib ketadi. Bundoq devorlarni endi bo'lamiz. Mana bunaqa narsalarni ko'pchilik olmaydi. Datchik protechki degan narsa bor, mana. Ko'rsam, bu $300 turadi adashmasam. Ichida hop mana bunaqa narsasi bo'ladi. Bu ko'rsatadigan narsasi. Mana bu datchik bo'ladi, buni yerga tashab qo'yiladi. Ichiga suv tushganda ichida motorchika shotchidan keyin ulanadi. Bu yerda 4 ta bor, 4 ta xonaga qo'yib qo'ysa bo'ladi, 4 ta datchik. Oshxonaga, sanuzulga, mana ichida mana bunaqa motorchik bo'ladi. Hozir ochib ko'rsataman. Hozir. Hop, mana shotchidan kelayotgan suv. Bunda shotchidan keyin bunga ulanadi, tagidan ham talish ketadi. Mana close open turibdi. Close open. Avtomatik mana bunga suv teganda bu avtomatik yopiladi. Suv to'xtaydi. Rezervadan olib borgan bo'lsa, suv to'xtaydi. Уже stashga quyildi. Ham chetida demperli lentalar ham qilingan. Bunaqa shuf ham tashab ketilgan. Yevamdan kollektorga hamma turbalar chiqazilgan. Endi xudo xolsa devor qilib, o'sha Maxda ko'rsatilgandagi devorlarni bo'lamiz. Hozir shu devor qilinyapti. Mana bu yerda hamma lazerdan olib turib chizib olinyapti-da yana. Mana stashga qilishimizdan oldin shunaqa qildik. Mana eshiklarni men chizib qo'ydim. Mana bu ozgina detski surildi 20 sm-ga. Tashqaridan mana sumashedshi vidda tashqari. Pastda mana bu masjid bo'ladi deyishyapti, namoz o'qiydigan joy bo'ladi deyishyapti. Endi xudo biladi shunaqa bo'ladimi yo'qmi. Hamma yoq kom-kom.
Balkon bu yoq tomoni katta, nari yoq tomoni kichkina. Bir xil mana shu joylarni bo'lib olgan. Qarasanglar, mana bu bitta yopib olgan, bo'lib olgan. Bizda mana shunaqa ochiq qoladi. Biz ichkarida ishlarni ko'rsataman. Shu gipsokartonni bo'lishyapti. Sakkizlik profil olganmiz. Buni orasiga mana bunaqa poke qo'yamiz. Bu teploizolyatsiyaga eng yaxshisi hisoblanadi. Lekin zvuk izolyatsiyaga juda yaxshi emas bu, chunki orasida ochiq joyi ko'p. Agar zvuk izolyatsiya ham teploizolyatsiya ham yaxshi bo'lsin deyilsa, unda eng yaxshisi Minvata, chunki orasida o'sha mayda tolalari zvukni yaxshi ushlab qoladi, issiqligi ham xuddi mana bunaqa bash bilan bir xil issiqlikni ushlab qoladi. Issiqlik ushlab qolish xususiyati bu bilan bir xil. Buniki sal kuchliroq. Bizda o'sha teploizolyatsiya muhim bo'lganiga bunaqa narsa qo'yamiz. Bu ham qalinroq bo'ladi, 7,5 sm, 10 sm bo'ladi. O'shani qo'yish maslahat beraman, lekin sal qimmatroq. Bu sal arzonroq. Har 60 sm da mana bunaqa profil qo'yamiz. Hozir yerga chizib qo'yilgan devorlar. Kanalizatsiya joyi yopilyapti. Ham qiziq qo'yilgan joylar. Bu eshik bo'ladigan joy. Hozir kiramiz. Nima ishlab bo'ladi? Eshik ochiq ekan. Stol uxlayotgan ekan. Это печально. Уже ancha-muncha devorlarni qilib qo'yishibdi. Bu yoq orqa tomonlarini qilishgan, endi ichiga mana bu pokeni solib chiqishadi. Bu yog'imiz o'sha pashti devori bitgan, poke solib, gipsokartonni yopib olsa bo'ldi. Bu yog'imiz detski, mana bu yerda krayot. Yog'imizda dars qiladigan zona. Men o'ylaganimdan lekin ozgina kattaroq bo'libdi. Men juda ham siqilib qoladi deb vizualni shunaqa tasavvur qilgan edim, lekin o'ylaganimchalik siqilib qolmagan. Hamsan uzilamiz. Eshiklarni 210 qo'yamiz, chunki sababi mana bu joyimiz 210 edi. Bu birinchi sabab, ikkinchi sababi eshiklar o'zi 230 berilgan edi proyekt bo'yicha, keyin realizatsiya jarayonida 210 qo'ydik. Chunki 230 bo'lsa, eshik juda ham qimmatlashib ketadi. U zakaz qilish kerak bo'ladi u eshikni. O'shaning uchun 210 qilsangiz standart bo'ladi, topish oson va arzonroq ham tushadi. O'sha hisobiga 210 qildik. Ham lekin normal mana hozir men o'zim bo'yi bilan ko'rsataman. Bu qilsam mana shunaqa holat. Bemalol odam o'tib yuraveradi. Hozircha shunaqa holatda, qolganini уже bitgandan keyin, bitgan protsessda уже ko'ramiz. Nihoyat o'rtoqlar, gipsokartonlarimiz уже qo'yildi. Kuzni boshida boshlangan edi. O'zimdan olamiz. Kuzni boshida boshlangan edi. 3 oycha ketdi shu holatga kelguncha. Tak что video agar yoqqan bo'lsa like bosinglar, komment yozinglar. Bu video uchun ancha-muncha mehnat qilindi. Hozir buni obzor qilamiz. Hop, mana bu joylarimiz уже qilindi. Mana bu o'rtada razdvijnoy eshik bo'ladi. Tepaga qotiriladi shu razdvijnoy eshik. Mana bu yog'imizda televizor bo'ladi. Bu yoqlarni rodni suv qo'yib yuboramiz. Hamda gipsokartonlarimiz уже yopildi, orasiga o'sha poke qo'yildi. Mana bu rozetkalarimiz, kalsolar hammasi qo'yildi. Mana bu yerda o'stirifimiz bo'lsa, mana bu urovenda o'stirif bo'lsa, bundoq ketadi. O'stirif tepasida bitta rozetka. Keyin eng zo'r bitta eksperiment qilgan joyimiz bu yoqda
mana bu santexnikani hamma turbalarini biza oddiy oq turbadan emasda, cho'pli polli qizil turbasidan o'tkazganmiz. Hozir joyini ko'rsataman. Bu narsani ko'pchilik qilmaydi, biz ham birinchi marta qilishimiz mana bunaqa. Qizil turbadan polni rakvinaga, umvalnikka, dushga kelgan. Buni sababi mana bu yerda tepada alohida qilganmiz. Ya'ni u yoqdan rakvinadan yoqsa suvni, bu yoqda dushda qizib ketishi pasaymaydi, anaqasi, napor pasaymaydi, issiqligi pasaymaydi. Mana bu o'zidan alohida ketgan sovuq suv, issiq suv, mana bu cho'pli polliki. Bu narsani klient o'zidan chiqqan ideya bu, juda ham foydali deb o'ylayman. Klient o'zi ham birinchi marta ko'rishi va birinchi marta qilishi. Mana bu umvalligimiz tushadi. Bu yoqda gipsa kartonlarimiz vlogostoyki bo'lgan. Mana bu yerda уже beton devorimizni suv oqyapmiz. Buni ustidan hali shpaklovka ham qilinadi. Bu endi rodman bo'ldi. Mana bu yoqlarimiz detski, bu yoq ham bitta уже. Hop, mana g'ambitimizda spalni ustida uxlayotdi. Shu chiqib ketishdi. Mana bu yoqda ikkita rozetka bo'lyapti, o'rtada spalni kravat tushadi. Bu yoq tarafimizda mana bunaqasiga hozir bitta chiqazib, HPL panel qo'yamiz. Sababi mana bu rozetkani narujniy qilmoqchimizda, внутренний qilmoqchimiz. O'shaning hisobiga внутренний bo'lishi, mana beton devorni biz olmaymiz-ku. Mana shu chiqazgan joyimizni ichiga qo'yamiz-da, где-то 5 sm chiqadi. Mana bu yerda bo'yanadigan joyi, mana bu shunga podsvetga. Devorlarimiz hammasi shu plan bo'yicha chiqdi. Mana bu yerda shu balkonimiz. Ko'rsatdim. Sumashedshий vidda. Patologimiz natijnoy bo'ladi. Buni ham natijnoy eksperiment qilyapmiz. Hamma natijnoy mebel qilishdan oldin qilsa, biz ham mebel qilib, mebelni o'ziga shu profilni qotirmoqchimiz. Uni ham videosini qo'yaman, xudo xolasa. O'sha jarayon kelganda, bu yoq tomon hozir qorong'i turibdi, uncha ko'rinmaydi. Hozir mana olamizda olib boramiz. Hammasi mana sizlar uchun bo'lyapti. Так что qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda. Mana bu yerda prachniy. Buni ham turbalar qoldirilgan. Bu yoqqa ham endi mebel kelib, mana bu suv olanqi bo'lgandan keyin mebelchilar kelib, shu renderdagi qilib qiladi. Mana bu yerda o'rtada kresloyimiz turadi, tagida, tepasida veshelkamiz turadi. Bu yoq tarafda oyna turadi. Tepasida shit qo'yilgan. Xo'p, xullas shunaqa gaplar. Ma'mitimizda Wi-Fi router bo'ladi. Mana bu o'rtada bunday shkaf ketadi. Hamma eshiklarning balandligi 210 bo'ldi. Mana buni urevinada. O'shanda bir xil urevin bo'lib chiqyapti. Bu yerda kotel, tagida водонагреватель deyiladi. Suvni isitib beradigan boiler. Bu yog'imizda mana televizor tushadigan joy. Xullas, agar yoqqan bo'lsa, qiziq bo'lgan bo'lsa, yana qanaqa jarayonlarni olib chiqishimni xohlaysizlar, o'shani kommentariyaga yozsanglar, o'shanga qarab men videolarni qilaman. Bu uyga xudo xolisa yana bitgandan keyin bitta obzor qilinadi. Hamma mana kotel qanaqa qilingan, shu suv sistemalari qanaqa qilingan, hammasini tushuntiraman. Mebellar hammasini render bilan birga-bir qilishga harakat qilyapmiz. O'xshasa, xudo xolisa uni ham qo'yaman. Kommentda bilmadim endi YouTube qanaqa ishlashini, qanaqa algoritmda ishlashini hammanglar bilasizlar, уже katta bola bo'lib qolgansizlar. Tushuntirishim shart emas. Shuning uchun podдержка qilsanglar, yana bunaqa videolardan ko'proq chiqazaman, xudo xolasa. Hammaga xayr, tinchlik bo'laversin, yaxshilik bo'laversin, yaxshilikda ko'rishaylik.